Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bobur Grand kanali. Bugungi videomizda FSBga organizatsiya topshirishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda qiladigan ishlarimiz personajga bosib screenshot qilib olamiz. Buni va passini ham screenshot qilib olishni maslahat beraman. Va inventarimizdan litsenziya, meditsina karta va pasportlarimizni screenshot qilib olamiz. Bularni qilgandan keyin nima qilamiz? Asosan bularni qilgandan keyin Grand Mobile'ning Discord kanaliga o'tamiz. Uni qayerdan olamiz desangiz, Grand Mobile'ning YouTube ofitsial kanalida silka turibdi. O'shandan o'tib olishingiz mumkin. Do'stlar, Discord kanaliga ham o'tib oldik Grand Mobile'ni. Birinchi kirganda mana начало tugmasini bosasiz va 10 daqiqa kutasiz guruhga qo'shilgandan keyin va o'zingiz istiqomat qiladigan, o'ynaydigan serverni topib, shuni bosasiz. Men 21 da bosganman va 21 da bosganim uchun mana bunday kanalga qo'shib qo'ygan. 21-serverga bosgandan keyin qo'shilib olgandan keyin nima qilamiz? Birinchi o'rinda заявление на младший shu yerga bosamiz. Bu yerda UFSB, SMI, MDA xuddi shunday organizatsiyalar bor. Qaysi biriga topshirishingizga bog'liq. Men FSBga topshirib qo'yganman va qanday organizatsiya topshirishni ham o'rgataman. Mana asosan boya aytgan narsalarim bu meditsina karta va boshqalarni screenshot qilib olasiz. Bu meniki. Mening topshirgan arizam hali achiz qilgani yo'q. Mana achiz qilsa qanday bo'ladi? Bu mana bu tepadagi insonga topshirgan, unga pichka qo'ygan, ya'ni qabul qilingan va u suhbatga borib bemalol ishga kirsa bo'ladi. Maslahat beraman. Shunaqa o'tganlarnikini kopiya qilib olasizlar. Mana bu yerga birinchiga ismini yozgan. Siz o'zingiz ismingizni qo'yasiz. Игровой уровень, uni ham o'zingizni игровой уровеньingiz darajangizni qo'yasizlar va qolgan narsalarga tegmay qo'ya qolasizlar. Va oxirida UFSB, Kostiya, Slovia shularni adminga qilishingiz kerak bo'ladi. Agar o'tsa sizga ham shunaqa adminlar yozadi. Asosan e'tibor berishingiz kerak. Nikingizda g'alati so'zlar bo'lmasligi kerak. Mana masalan familiya va ism. Meniki hozir Bobur Vegetajon. O'ylaymanki menga o'tadi bu nikim bilan. Agar sizning nikingizda g'alati yozuvlar bo'lsa, 7000 so'mga GC olib, uni o'zgartirishingiz mumkin. Do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. O'ylaymanki foydali bo'ldi. Keyingi videolarda borib savol-javob qilishi, qanday qilib ishga kirib olish, manaqa javob bergandan keyin borib ishga kirishni o'rgataman. Hammaga xayr. Do'stlar, agar shu videomiz 10 ta like va 10 tadan oshiq kommentariya yig'sa, kommentariyadan bir insonni avtomatik tarzda aniqlab olib, unga avtomobil sovg'a qilamiz. O'ylaymanki hammaga video manfaatli bo'ladi va Telegram kanallarimni ham opsiyasida qoldirib qo'yaman. Discorddagi har xil serverlarda bo'lgan yangiliklarni adminlar yozadi. Men uni o'z kanalimga tashlab boraman va sizlar o'zingiz bilan birga o'ynagani sherik ham topsangiz bo'ladi. Xayr, hammaga salomat bo'ling.